Kogon shahar axborot kutubxona markazi Mirtemir tavalludi munosabati bilan tayyorlagan book treyleri. Mirtemir Tursunov 1910-yilda Qoratog' etaklari Turkiston shahrining Iqon qishlog'ida tug'ilgan. Avval bobosi qo'lida, keyin eski maktabda tahsil olgan. Toshkentga kelib, Almai nomidagi bolalar namuna ish maktabida tarbiya ko'radi. Samarqanddagi O'zbekiston davlat pedagogika akademiyasida o'qiydi. O'qishni bitirib maktablarda muallimlik qiladi. Nashriyotlarda, yozuvchilar uyushmasida ishlaydi. Shoirning birinchi she'ri Tanburum ovozi, Shu'lalar qo'ynida nomli ilk she'riy to'plamlari nashr etiladi. Zafar, Qayna nashrlar, Tong she'riy to'plamlari dunyo yuzini ko'radi. Shoir umri davomida o'nlab she'rlar, dostonlar to'plamlarini chop ettiradi. Bong, Poytaxt, O'ch, Surat, Qoraqalpoq daftari, Tingla hayot, Izlaganim, Tog'day tayanchim, Yodgorlik kabilar ularning ichida eng mashhurlaridir. Shoir umrining oxirida Yodgorlik deb nomlangan she'riy to'plam tayyorlaydi va unga so'nggi yillardagi eng sara she'rlarni jamlab, o'zidan keyingi avlodlarga ma'naviy tuhfa qilib qoldiradi. Mirtemir 1978-yil 28-yanvarda 68 yoshida vafot etadi. Shoirning avlodlariga qoldirgan ijodiy merosi ardoqlanib, 4 jildlik asarlari nashr etildi. Mustaqillik yillari Mirtemirning xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirishdagi ulkan xizmatlari taqdirlanib, buyuk xizmatlar uchun orden beriladi. Bizni kuzatishni davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.